Xitoyning atalmış tərbiyələş lagerida 120 ming Uyg'urning qamalganligi isbotlandi. 25 yanvar Support The Guardian to'g'ri bergan xabarda bildirilishicha, Xitoyning Sharqi Turkistonda ta'sis qilgan atalmış tərbiyələş lagerlarida az deganda 120 ming Uyg'urning qamalganligi isbotlangan. Xabarda bir qancha yildan beri Xi Jinping Mao Zedongning bostirish yo'lini tutib, Sharqi Turkistonda zo'r ko'lamli ta'sis qilgan tərbiyələş lagerlariga Uyg'ur musulmonlarini to'shqizayotganligini, atalmış tərbiyələş lagerlarining sharoitining intayin nachar, mehnat ekanligini, 500 ming nüfusga ega Qashqar shahar aholisi ichida 10 ming Uyg'urning tərbiyələş lageriga qamalganligini, Qashqar atrofidagi nahiyalarni qo'shganda bu sonning 12 mingdan oshadiganligini oshkorlagan. PKK terrorchilari ichida Xitoy borligi oshkorlandi. 24 yanvar BBC to'g'ri bergan xabarda bildirilishicha, dunyoning har qaysi joylaridan kelgan har xil kishilar Turkiya armiyasiga qarshi PKK terrorchilarining sepiga qatnashgan. Xabarda PKK terrorchilari ichida Sichuanning Chengdu shahrida tug'ilgan 28 yoshlik Huang Lei ismli bir Xitoy fuqarosining borligini, 2015 yil 10 oyda Suriyadagi PKK terrorchilariga qo'shilganligini, Huang Lei muxbirga "Men asli PKK guruhi ichida urush qilayotgan edim. Turkiyaning Afringa hujum qilganligini anglab, Turkiyaga qarshi urush qilish uchun Afringa kelganligini, Afrinni qo'g'dash bizning mas'uliyatimiz deganligini oshkorlagan. NATO Turkiyaning o'zini qo'g'dash huquqi bor. Turkiya ovozi radiosining xabarida bildirilishicha, Ispaniyada ziyorati bo'layotgan Stoltenberg İspaniya Davlat Mudofaa ministri Maria Dolores de Cospedal bilan ko'rishgandan keyin e'lon qilgan bayonotida Turkiya armiyasining Suriyaning Afrin rayonida PYD, PKK va Daesh qatorliq terrorlik tashkiloti unsurlarini yo'qotish maqsadida elib berayotgan Zaytun Shayxi harbiy harakati to'g'riliq to'xtaldi. Turkiyaning Shimoliy Atlantik Akti tashkilotiga a'zolari ichida eng ko'p terrorlik hujumlariga uchrayotgan davlat ekanligini eskartgan Stoltenberg, Turkiyaning boshqa davlatlarga o'xshashla o'zini qo'g'dash huquqi borligini ta'kidladi. U o'tgan hafta Cumhur Rais Rajab Tayyip Erdo'g'an bilan telefon suhbati elib borganligini bildirib, Amerika Qo'shma Shtatlarini o'z ichiga olgan munosabatlik barliq davlatlar bilan davomli aloqalashib turayotganliklarini so'zlariga ilova qildi. Xitoy Afg'onistonda harbiy baza qurmoqchi bo'lganligini inkor qildi. Bugun Xitoyning Davlat Mudofaa Ministrligi bayonot e'lon qilib, Afg'onistonda harbiy baza qurishni planlayotganligimiz haqida chiqqan xabarlar asossiz dedi. Reuters agentligining xabar qilishicha, oldingi hafta Rossiyadagi Farg'ona uchur agentligi xabar tarqatib, Xitoyning Afg'onistonda harbiy baza qurishni planlayotganligini ilgari surgan. Bu xabar diplomat qatorliq boshqa axborot vositalarida ko'chirib besilgan edi. Halbuki Xitoy Davlat Mudofaa Ministrligining bayonotchisi Wu Chen bugun bu vaqtdagi savollarga javob berganda, Xitoyning bunday bir planining yo'qligini, bu vaqtdagi xabarlarning asossiz ekanligini ilgari surdi. Bultur martda Amerikadagi armiya vaqti qatorliq bir qism harbiy xabar agentliklari Xitoy harbiy qismlarining Afg'oniston harbiy kuchlari bilan birlikda Afg'onistonning sharqiy uchidagi Xitoy bilan chegaralanadigan Vahan koridorida terrorlikka qarshi chorlash elib berayotganligini xabar qilgan edi. Shu chaqda Xitoy taraf bu xabarni yolg'on degan edi. Reuters agentligi o'z xabarida Xitoyning uzundan buyon Afg'onistondagi muqimsiz vaziyatning Xitoyning g'arbiy chegarasidagi Uyg'ur avtonom rayoniga ta'sir ko'rsatishidan ansirab kelayotganligini, shunga Pokiston bilan bu jihatdagi hamkorlashishni so'zlashib kelganligini bayon qilgan. Amerika Xitoyning Sinovil shamol energiya guruhini texnika o'g'irligi bilan aybladi. Amerika Federal sudi Xitoyning shamol energiya turbina motorini yasaydigan Sinovil guruhini Amerikaning texnikasini o'g'irlash bilan aybladi. Wall Street jurnalining Amerika Federal sudi ayblaguvchilarining so'zidan naql keltirib ilgari surishicha, yuqorqi Xitoy shirkati Amerikaning Superconductor shirkatining bir sobiq xizmatchisini pul bilan setib olgan va u orqali mazkur shirkatning shamol energiya turbina motorini boshqaradigan yumshoq detalining maxfiy shifresini o'g'irlagan. Egilishicha, bu o'g'irlikning Amerika shirkatiga solgan ziyni 800 million dollardan eshib ketgan. Turishliq o'rni Yevropada bo'lgan bu xizmatchi xodim Amerika Federal tekshirish idorasi tomonidan qo'lga tushirilgan isbotlar natijasida o'zining gunohini e'tirof qilgan
u navbatda Avstriya turmasida jazo muddatini o'tamoqda ekan. Xabardan qaraganda Amerikaning Wisconsin shtatlik sudi davom qilgan 11 kunlik sud natijasida yuqorqi Xitoy shirkatiga aqliy mulk o'g'irligi va soxtapazlik qilish qatorliq 3 xil jinoyat ortilgan. Amerikaning taftish amaldori John Cronan Xitoyning Sinovil guruhining aqliy mulk o'g'irligi orqali Amerika shirkatini tubdan vayron qilganligini bildirgan. U so'zda bundaq bir harakat kim tarafidan elib berilgan bo'lishidan qat'iy nazar Amerika buni hargiz kechirmaydi degan. Bu da'voga oid sud natijasi bu yil iyunda e'lon qilinadigan bo'lib, u dal Amerika prezidenti Trump Xitoyning aqliy mulklarini o'g'irlash voqealarini qattiq jazolashni o'ylashayotgan bir mezgilga to'g'ri keldi. Eganishicha yuqorqi Xitoy shirkatiga 4 milliard 800 million dollar jarimani qo'yilishi mumkin ekan.